Sizga hozirgina Istanbulga yuborgan bitta o'quvchimiz bilan gaplashdik. Aynan o'qish jarayoni qanaqa bo'layotganligi haqida bir suhbat qurdik. Shundan keyin menda bitta savol paydo bo'ldi. Nimaga aynan Istanbuldagi xususiy universitetga jo'natilgan ko'p insonlar, konsalting firmalar Istanbulda maza qilib, choy ichib, o'qib yurasiz deb Istanbulning yaxshi taraflarini aytishadi-yu, lekin imtihondan yiqiladigan bo'lsangiz, qo'shimcha pul to'laysiz, yana qayta imtihon topshirish uchun yokida qaysidir fanlardan qolib ketadigan bo'lsangiz, 4 yillik bakalavriat 5 yil, 6 yil, 7 yilgacha uzayib ketib qolishi mumkin deb ma'lumot berishmaydi. Aynan shu narsalar haqida tushuntirishmaydi yoki ogohlantirishmaydi. 17-18 yoshli bolalar borib, bu yoqda ham ishlayman, ham o'qirkanman, maza qilib pulimni topib, o'qishimni eplab yurarkanman deyishadi-yu, lekin darslari qolib ketadigan bo'lsa, diplom ololmasdan qiynalib qolishadi. Bu narsa haqida bilmasdan turib borishadi. Buni albatta konsalting firmalar yoki bizga o'xshagan insonlar, bu narsani biladigan insonlar shu Turkiyaga ketmoqchi bo'lganligi, ketganligi yoki ketayotganligi albatta bildirish kerak deb o'ylayman. Shuning uchun ushbu videoni o'sha do'stingizga, ya'ni Turkiyaga ketayotgan do'stingizga yuborib qo'ying, ogohlantirib qo'ying.